Assalomu alaykum birodar azizlar, asilzoda ko'rarmanlar. Hozir juda mavsumiy va zarur bir mavzu bo'lib qoldi. Albatta bu zarur haddan tashqari. Hozir mana diareya, ichki tishi, ichak ichaklarining yallig'lanishi, shu bilan birgalikda juda ham foydali bo'lgan mana tishlarni qamashi, boshlardagi toshima va qand kasalliklari shu bilan birgalikda nimani insonni to'q tutadigan ajoyib bir ovqat ham o'simlik to'g'risida gapirib o'tmoqchiman. Bu nafaqat bizda, balki Turkiya va boshqa davlatlarda doimo bularning kundalik taomnomalaridan, dasturxonlaridan uzmaydilar. Do'stlar, bu oddiygina semizotdir. Bu semizotning men aytayotgan yaxshi va yomon tomonlari ham albatta bor. Semizot o'ziga nihoyatda hamma narsani o'ziga tortib olish xususiyatiga ega. Shu bilan birgalikda semizotning albatta o'zingiz boqqaningiz ma'qulroq yoki bo'lmasa o'sha ishonchli joylardan uzganingiz ma'qulroq. Men tavsiya qilmas edimki, paxta dalalarida o'sib yotgan semizotlarga tavsiya qilmayman. Chunki ular ko'proq petitsid, gerbisid, shu bilan birgalikda turli xil kimyoviy moddalar solib yetishtiriladigan paxtadan ichgan suvlari albatta ularga ta'sir qiladi va sizlarga foyda o'rniga ziyon keltirishi ham mumkin. Demak, men oddiygina o'zimizning semizotning to'g'risida gapiryapman. Bular mana boshqa davlatlarda uni sok qilib ham ichadilar, shuni blenderga solsalar, xuddi xorazmliklar shvit o't deb atashadi. Bu albatta alohida mavzu. Shvit o'tdan qilingan shvit osh deyishadi, shvit o't deyishadi. Bularni albatta blenderga solib aylantirgandan keyin suv holiga keladi. Ko'm-ko'k suv. Buni xohlang iching, xohlang xamir qilib, ovqat qilib yeng. Bu sizni o'zingizga havola. Ammo semiz o'tni ham ichishda albatta turli tuman nimalar o'ziga xos uning tartib va taomillari bor. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, semizotdan agar jigar xastaliklari, shu bilan birgalikda ich qotishi, ya'ni hozirgi o'zimizning mavsumiy kasalliklar bo'ladi. Har bir kasallikning o'zini mavsumi bor albatta. Hozir bizda ich qotishi eng ko'p, shu bilan birgalikda turli tuman zararli va mevalarni shu bilan nimalarni yeb qo'yish oqibatda mana shu kasalliklarni kelib chiqishi mumkin. Bu albatta turli kimyoviy dorilar shu bilan borib haftalab o'sha больницаlarda yotishingiz ham mumkin kasalxonalarda. Ammo uni o'rniga mana shu semizotdan foydalaningiz juda ham ma'qulroq bo'ladi. Ham o'zingizga, ham hamyonga, hamda ishonchliroq bo'ladi. Do'stlar, bu semizotni albatta tanovul qilish joylari bor. Semizotga agar blenderga solib maydalab suv holiga kelgandan keyin ichsangiz boshqacha bir nima bo'ladi. Ammo salat qilib yeyilgani xom bo'yicha yanada yaxshiroq. Ko'plab mana qovurib non tegizib yeydi, Arabistonlarda non bilan yeyishadi. Bu ham albatta ma'qulroq. Ammo men doimiy tanovul qiladigan, dasturxonimdan uzilmaydigan holatini aytib o'taman. Men o'zim alohida o'sha biogomus, ya'ni tabiiy holatda o'sha organik moddalar bilan yetishtirganim uchun o'zimni o'sha kichkinagina agorodcham bor. Mana shu agorodimda yetishtirib bularni doimo tanovul qilaman, dasturxonimda doimo hozir nozir. Bu albatta nimaki berib boqsangiz, yana qayta bora aytaman, o'ziga tez qabul qiladigan o'simliklardan biridir. Agar siz organik moddalarni, o'sha yaxshilarini berib, nimalarni, kimyoviy moddalarni, kimyoviy dori-darmonlarni qo'shmasdan yetishtirganingiz albatta siz uchun ma'qulroq bo'ladi. Semiz o't ko'kat bo'lgani uchun nihoyatda tez hazm bo'ladi. Bu albatta bir oz saqlanib keyinroq hazm bo'lishi uchun mana shu onorning danagini yog'idan, uzumning danagini yog'idan, shu bilan birgalikda ko'plab mana bodom yog'idan ham qo'shilsa maqsadga muvofiq bo'ladi do'stlar. Bu albatta o'zining shifo baxshining 2-3 barobarga hissaga ko'tarishi mumkin. Birodar azizlar, doimo mana shu u bilan birgalikda qo'shilsa agar mabodo mana bu nimani urug'i, zig'ir urug'i nihoyatda foydali bo'ladi agar qo'shilsa. Yanchib qo'shilsa ham bo'laveradi, qo'shilsa bo'laveradi. Agar mabodo nima bo'lganda uzumning danagini urug'i shu bilan birgalikda rastoropshani urug'idan ham qo'shsa yanada yaxshiroq bo'ladi. Bu albatta rastoropshaning yog'i mana bunday kichkina stanolarda chiqarilgan ham ma'qul.
agar o'zini maydalab qo'shadigan bo'lsangiz, bir oz achchiqroq bo'ladi. Bu kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Ammo jigar og'riyotgan, gepatoz kasalliklari bilan nimalarga jigar achchig'i yaxshi ko'radi. Eng qizig'i, no'rdon achchiqlarni yaxshi ko'radi. Shu bilan birgalikda kunjut nihoyatda zarur do'stlar. Kunjutni mana shu agar qo'shsangiz, yanchib qo'shsangiz ham, butun bo'yicha qo'shsangiz ham, yog'ini qo'shsangiz yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Salatga o'zi o'sha semizotdan qilingan salatlarga qo'shilsa, yanada uning shifo baxshligi ko'payadi. Demak, qand kasalliklari shu bilan birgalikda diareya, yana ko'p kasalliklar, bosh og'riqlari, shu yana ko'plab mana yozning issiq kunida suvsirash, ko'proq qand kasali bilan, ya'ni qand kasali bilan og'riganlar, shu bilan birgalikda oshqozon osti bezi bilan kasallanganlarga, hamma turlariga albatta mana shu semiz o't doridir. Semiz o'tni doimo ratsionlaridan, ovqat dasturxonlaridan tushirmas ekanlarki, bular bemijol emas. Bemavzu emas. Chunki Arabiston doimo, Afg'oniston, boshqa Pokiston davlatlari doimo, Armaniston, Turkiya ham doimo mana shu semiz o'tdan foydalanadilar. Ular bizda hozir udum emaski, bozorlarda mana shularni sotilsa. Bomiya, semizot, bular nihoyatda issig'i kunida siz bilan bizning organizmimizga suv tanqisligi, suvlarning tezroq badanlardan chiqib ketmasligini oldini oluvchi, shu bilan birgalikda chanqoqlikni qondiruvchi, qon bosimlarining haddan tashqari ko'tarilib issiq qancha issiq bo'lsa, qon bosimi shuncha ko'tariladi. Ya'ni qon quyuqlashadi. Chunki qonlarda suv chiqib ketgandan keyin qonda ikkita dona bor, qizil donachalar, oq donachalar. Oq donachalar ko'payishi va ozayishi miqdorida albatta unga ham bunga ham ziyon bo'ladi. Davleniyaning tushib ketishi albatta mana shu insonlarga foyda beradigan semiz o'tdir. Semiz o'tda temir moddalari nihoyatda ko'p. Shuning uchun u sizni to'q tutadi. Bular bo'lmasiga qorningizda qampaytirib ovqat yeyishingizga imkon bermaydi. Bu ham albatta ozishning albatta bir nimalari, yaxshilik tomonlari ham bor. Do'stlar, ko'plab mana shu taomlar to'g'risida gapirar ekanmiz. Mana shu inson uchun nihoyatda mana yoshi o'tgan insonlar uchun o'zini albatta ayash kerak, ayagan taqdirda ham chiroyli qilib ayash kerak. Eski mashina eskigandagi unga albatta hali dami chiqib ketadi, hali simi uzilib ketadi, hali nimadir bo'ladi. Biz inson ham xuddi shunday. Doimo o'ziga qarov nimalarni xohlab qoladi. Do'stlar, insonning sog'lig'i bemisoli gulzordir. Yana qayta aytaman. Mana shu gulzorlarga albatta to'y-to'yona bilan chiroyli qilib kelsangiz, albatta siz uchun yaxshi bo'ladi. Bu albatta gulzor bo'lganda gulzorga ham bolta, teshalar bilan kirib, ularni ya'ni kerakmas ovqatlarni yeb, haddan tashqari to'la to'ydirib ovqatni yeyish, bu albatta noma'qul. Demak, do'stlar, sizlar bilan biz mana shularga ovqatlarning to'yishiga, ovqatlardan to'ylikimizning hech bo'lmasa yarim kosa yegandan keyin yana shuncha bo'larmidi dedi, yana yarim kosa bo'lganda yerdim degan holatda to'xtating, bir oz kuting, mana shundan keyin albatta ovqatni qayta siz talab qilmaydi, sizni nimangiz. Chunki oshqozon allaqachon to'lgan bo'ladi. Oshqozon to'lgan bo'ladi, miya hali buyruq berib ulgurmagan bo'ladi. Do'stlar, mana shu taomlanganingizda doimo kimyoviy dorilardan, shu bilan birgalikda mana bu kommentariyada bir ajoyib qiziq nimalar bo'ladi, yozishyapti. Men siz aytgan qatiqni ichdim. Siz aytgan nimalarni qildim, ammo natija bo'lmadi deb bir kishi yozyaptilar. Ha do'stlar, bu albatta e'tiborsizlik bo'lganligi tomondan men aytib aytamanki, qatiq deganda men nima tutdim? Albatta o'zimizning oddiy qatiqni magazinlarda, prilavkalarda turgan qadoqlangan qatiqlarni men nazarda tutganim yo'q. Ular 1 yil tursa ham achimaydi, 1 oy tursa ham achimaydi. O'zimizning qatiqlar esa 3 kun 4 kunda o'sha achib, sasa bo'ladi. Bu demak tabiiy holat. Ular kimyoviy usullar bilan nima qilingani uchun albatta ularni olmagan ma'qul. Oling sutni o'zingiz qiling va qatiq qilib iching. Uning zardobini ichsangiz yanada ma'qulroq. Demak do'stlar, hozirgi qand kasali bilan og'riganlarga eng muhimi o'zini ehtiyot qilishi va chanqamasligi kerak.
Ba'zi birlar o'shalardan e'tiborsiz qoldiradilar va kasallikning zo'riqishiga sababchi bo'lib qoladilar. Do'stlarim, mana shu nimalarni olish uchun albatta mana ko'proq mana bu pishloq yeyishingiz kerak. Pishlog'i mana ko'ring, o'zimizda haqiqiy qo'lda tayyorlangan pishloq, bu ko'pincha bozorda sotiladi. Men buni ko'proq mana nam nimada saqlayman, nam bo'lgan dakada yoki bo'lmasa ro'molda saqlangani ma'qul. Bu pishloq deganda men qatiq deganda men o'zimizning tayyorlangan qatiq nazarda tutgan edim. Pishloq deganda men magazinnikini, Nestle yo boshqa joylarnikini aytganim yo'q. O'zimizning oddiy pishloq. Buni tayyorlanish ham tabiiy. Ya'ni sutni, achigan sutni olasiz. Unga bir oz sabr qilsangiz achiydi va uni o'sha 90-80 gradus qaynab ketmaydi. 70-80 gradusgacha qizitasiz. Bo'ldi. Uni albatta o'sha daka bilan yoki mana shunaqangi oqlata bilan bosib qo'ysangiz, albatta mana shu holatga keladi va uni to'y kuningizda yesangiz sizga ma'qul bo'ladi. Birinchidan to'q tutadi, ikkinchidan nihoyatda ma'qul bo'ladi. Ko'plab men albatta sariyog' olmayman. Sababi ko'chalardan olingan magazinlardan olingan sariyog'larning qadoqlangan sariyog'larning chiroyli qilib qadoqlab qo'yilganlarini olmayman. Sababi chunki ularni doimo qoldig'ini yoki bir aslida sariyog' haqiqiy bo'lsa, o'sha sariyog'ni qaymoqni eritsangiz sariyog' hosil bo'lishi kerak. O sariyog'ni o'rniga hozirgi qaymoqlardan juvachka hosil bo'lyapti. Albatta bu ulardagi palma yog'lari va sun'iy usulda tayyorlanganligi albatta hammaga ham ma'lum. Men ko'proq Nanaydan yo boshqa joydan yaqinda bir hayratda qoldim. Nanaydagi bir birodarimizdan, yaqin do'stimdan so'radim, menga ikkita qaymoq bergin desam, xo'p, necha pul bo'ladi? Necha pul sotyapsiz? Pul kerak emas. Yo'q, pul kerak emas bo'lmas, to'g'risini gapir. 60 mingdan sotyapman. To'xta, o'zimizda ham 55 ming, 60 ming-ku. Asan hech bo'lmasa yo'l kirasini o'tib ber desam, kulyapti u. Hojaka dedi, bu qaymog'i dedi. Tug'adi bu deydi. To'xta dedim. Bu qanaqa tug'adi? Tavba qildim. Qaymoq tug'adimi? Ha, tug'adigan qaymoq bu deydi. Bu nima deganing desam, buni oladi bir bankani 3 banka qiladi. Bunga soda qo'shadi, baloq qo'shadi, battar qo'shadi, palma yog'lari bor va qaymog'ini hidini beradigan tabiiy sun'iy dori darmonlar bor. Shularni qo'shgandan keyin bir banka qaymoq kamida 4 banka, 3 banka hosil bo'ladi deganda hayratdan dong qotib qoldim. Demak, mana shu biz ishlatayotgan mana shu qaymoqlar qaymoq emasligining dalil isboti qaynatgandan keyin isitmoqchi bo'lib, sariyog' qilmoqchi bo'lsangiz, albatta ular juvachka holiga kelib qolishi bu albatta bor narsa ekan. Men qilib ko'ring, magazindan oling, qilib ko'ring. Juvachka holiga keladi. Xuddi men gapirayotgan gapga kim inonmasa, qilib ko'rsin albatta. Bu bilan sariyog'dan voz keching deyotganim yo'q. Bu men ko'pincha sariyog' olaman. Mana kuv yog'i deb atashadi. Mana kuv yog'i. Ko'pincha mana shuni olaman bozorlarda. Endi nariga qaymoq yoki sariq bankadagi sariq yog'lar 50 ming, 60 ming bo'lsa, bu 90 ming, 100 ming bo'ladi bir kilosi. 90 ming, 100 ming so'm. Chunki bularni alohida o'zi sutda pishmagan holatda ko'p qilib olishadi. Do'stlar, mana shunga e'tibor bering, berganda ham qattiqroq e'tibor bering. Nima bo'ladi? Dori darmon deganda mana ko'proq mana shu yana qayta bora aytaman, esdan chiqib qolmasin. Kimdaki mana shu diareya yosh bolalarga hozir ich qotishi, shu bilan birgalikda bittasi menga aytayapti, "Hojaka" deydi, "Muhammad, o'zim soppa-sog'man" deydi. Ko'zim yaxshi ko'rmaydi, boshqa menda kasallik yo'q. To'xta dedim. Necha kunda yozilgani borasan, necha marta yozilgani borasan? Bir kun desam, 4 kunda bir marta deyapti. Yo Alloh, axir bu 4 kunda bir marta boradigan odam, bu nima deydi? O'shangacha yegan ovqatini ichida saqlab qolishi, saqlangan ovqatlar esa foyda o'rniga ziyon keltirishi. Mana bu ichak doimo surish bilan band bo'ladi. Ichaklarda mayda inson soch tolasiga o'xshash mayda tolalar bor. Ana shu tolalar doimo harakatda bo'ladi. Demak, qotib qolishi inson uchun nihoyatda katta zarar. Yegandan keyin chiqarib tashlamoqlik ham katta baxt ihvol, do'stlarim. Ovqatni yegandan keyin chiqarib tashlash, suvni ichgandan keyin uni ham chiqarib tashlash bu katta baxt va ihvol. U ko'ringki, mana hozir ba'zi bir joylarda umuman dializ olayotganlar, ya'ni suvni ichadi, chiqara olmaydi.
Alloh saqlasin bundan. Buni qadriga yeting bo'yrakning. Naqadar bu siz bilan biz uchun muhim organizm ekanligini, muhim a'zoyimiz ekanligini unutmang. Agar bir kun nima ishlamasa, tanangizdan satsiq terlar chiqib ketadi. Buyragingizni doimo tekshirib yuring. Buning uchun shart emas nimalarga borish. Oti nima deydi? Laboratoriyalarga borib navbatlarni kutib turish shart emas. Tabiiy holda Abu Ali bin Sino, Yusufi, Alixon Tarasog'iylarning qayta o'qib ko'ring kitobini, meni gapimga ishonmasangiz. Juda ham oddiy. Qizilchani yeng, yegandan keyin o'sha yozilganini bol qilayotganda tomosha qiling. Albatta, qanchalik rangdor bo'lsa chiqayotgan suyuqlik, bu sizning buyragingiz shu qadar kasalligini bildiradi do'stlar. Shart emas siz nimaga borib pul sarflab boshqa qilishingiz. Oddiy, tabiiy, hammasini holatda qilsa bo'ladigan narsa do'stlarim. Demak, yana boshqa nimalarni aytmoqchi edim, 3 minut bo'libdi. 16. Ya endi odamlarni zeriktirib qo'ymaylik. Do'stlar, mana shu ozgina semizotga 1-2 dona much qo'shsangiz yanada yaxshi bo'ladi. Much o'sha tanani qizdiruvchi, ya'ni fulful deb ataladigan arab tilida nima tabobat nimasida biz fulful deb ataymiz. Bu qizdiruvchi kiradi. Albatta murchning oq murch, qizil murchlar bor. Ularning har birining vazifasi bor. Bular mijozlarga qarab ishlatiladi. Mana bu qizil, qora va oq murchlar. Bu qizil murch unchalik achchiq bo'lmaydi, ammo shirin turish bo'ladi, ammo nihoyatda xushbo'y bo'ladi. Shunga o'xshash mana shu ozgina o'sha nimalardan qo'shilsa, ziravorlardan qo'shilsa, semiz o'tga nihoyatda salatga qovurib yesa bo'ladi. Ammo qovurilgandan ko'ra ko'proq qon bo'yicha yeyilgani juda ham katta foydaga ega bo'lasiz. Do'stlar, ben agar ichi qotayotgan odamlar mana shu bilan birgalikda boshida har xil chaqalar toshgan bo'ladi, toshmalar toshgan bo'ladi. Shu bilan birgalikda badanda qichimlar hosil bo'lgan insonlarga men qayta aytaman. Do'stlar, yeb ko'ring shu semizotni, keling, yeb ko'ring. Ota-bobolarimiz yegan narsa ko'p bu. Birinchidan, hazm bo'lishi oson. Agar buni dorilikka ishlatadigan bo'lsangiz, albatta mana shu yog'lardan qo'shganingiz ma'qulroq. Men aytgan narsani mana kokos yog'i, boshqa organik yog'lardan, toza yog'lardan, rafinant qilingan yog'larni men nazarda tutganim yo'q. Xuddi qatiq boshqa nimalarni magazindan olinganini, Nestle sutlarini ham men nazarda tutmayapman. Nestle suti quydirilgan bo'ladi, undan qatiq ham qilib bo'lmaydi, boshqa ham qilib bo'lmaydi. Xushbo'y, to'g'ri, toza. Bir paqir suti 4 paqir qilgan bu. Oddiy, tabiiy holatda iching va pishloq qiling. Zardabini esa iching, chanqamaysiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Obuna bo'lganlar albatta bundanda qiziqarliroq va arzongina shifobaxsh dori-darmonlar haqida ma'lumot oladilar deb o'ylayman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Kommentariyada fikr va mulohazalaringizni albatta yozasiz degan umiddaman.